Xazinem Tor Til Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarımizga qo'shila olasiz. Türk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. Güzel minutlarda yana uchrashdik. Do'stlar, yaxshimisizlar? Men Ahmadjon Emin. Turmuşda kishilarga kamqursa bo'lish kerak. Ish qilganda xoslik ega bo'lish kerak. Agar siz bir odam yoki bir ishga bak ko'ngil bo'lsangiz, muqim kuchingizni yo'qotib qo'yasiz. Aksicha, erisholmasligingiz qancha ko'ngil bo'lgansiri shuncha ko'ngilsizlikka uchrashingiz mumkin. Buning sababi shuki, o'lchamni yaxshi egilayolmaganligingizda. Har qanday ishni qilganda o'lchamni yaxshi egilgandila, ondan editlik odam bo'lg'ili bo'ldi. Zo'r muvaffaqiyatlarga erishganlarning hammasi kishilik hayotdagi aql farosatga ega kishilardir. Kishilik hayotda pozitsiya hammin belgilaydi. Qiyinchilikqa yo'liqqanda pozitsiyangiz aktiv bo'lsa, eng tez suratda sizni qiyin ahvoldan qutuldiradi. Lekin agar siz pasib holda yuzlansangiz, mas'ul tarafidan ko'milib qolasiz. O'ngishsizlik va qiyin ahvolga duch kelganda eng yaxshi usul butun kuch bilan tirishing. Agar siz og'irnish va ochiqlanishni bilsangiz, turmushdagi ojizlarga aylanib qolasiz. Biz cho'qim ruhiy oldimizni tangshab, hayot yo'liga yuzlanishimiz, beparvolik qilmasligimiz, xatarga yo'liqqanda ma'yuslanmasligimiz kerak. Hayotlik u bir safar. Biz cho'qim olg'a ilgarilashni, yaxshi yashashni o'rganib olishimiz kerak. Real turmushda sizga salbiy kayfiyat ato qiladigan kishilardan yiroq turing. Chunki ular sizni salbiy bishorat ichida qoldirib, sizni patqoqqa cho'nqur patirib qo'ydi. Turmushda illiq odam bo'ling. Qalbga tayanib ish ko'ring. Oq ko'ngillik va oddiy sodlikni saqlang. Hayotingizda uchratgan hamma narsadan minnatdor bo'ling. Esingizda bo'lsin, kishilik hayotda mayli qaysi yo'lni tanlang, hammasi tavakkulchilikdan derak beradi. Eng yaxshi holat dal oddiylik. Faqat ruhiy holat tinch bo'lganda, ondan baxt har vaqt mavjud bo'lib turadi.